bo'lgan challenge bo'ladi. Dunyodagi eng qimmat ovqatni tayyorlab ko'ramiz. Va ichiga sizlar tayyorlik kelmagan narsalarni qo'shamiz. Siz tayyormisiz? Sizlar tayyor bo'lsanglar boshlaylik. Video boshlanishidan oldin sizlarga juda ham muhim narsalarni eslatib qo'ymoqchiman. Birinchisi like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchisi esa hozir ko'rsataman. Tilishmaysizlarmi? Hop. Yaxshi. Biz boshladik. Bilishingiz uchun biz bu roltinga oddiy narsalar qo'shmaymiz. Aytib qo'ydik, sizlar hech qayerda ko'rmagansizlar. O'shaning uchun biz bunga faqat originalni qimmat narsalar qo'shamiz. Birinchisi bu eng odatiysi kitti go'shtidan. Kitti go'shtdan roltin tayyorlaymiz. Biling, tasavvur qilasizlarmi? Ikkinchisi bu qizil ikra. Ikkalovi ham qimmat mahsulot hisoblanadi. O'shaning uchun like bosib qo'yinglar, pul ishlatamiz. Minnatdor qilib qo'yaman orada. Like, obuna bo'linglar, biz kerakli narsalarni olishga do'konlarga, balkim restoranlarga boramiz. Let's go. Biz Krasinkaga kelib oldik, kerakli narsalarni olishni boshlaymiz. Ketdik. Bizning oramizga Boburito ham qo'shiladi. Hop, birinchi bo'lib nima olishimizni Boburito aytadi hozir. Menimcha go'shtdan boshlaymiz. Go'sht, yo'q, go'shtni bilasiz-ku, biz kitti go'shtini olamiz. Ha, bu yoqdan. Bu olmaymiz. Rêves des amoureux sont comme le bon vin. Hop, roltinni ajaliga keldik. Ikkita roltin yetsa kerak bizga. Achu oddiysidan oldimda. Ikra olamiz, ikra olamiz. Voy, jinni. Bu yoqqa narxini ko'ramiz hozir. 209 ming. Ham ikra. Narxiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Yo'q qoldiringlar kommentariyga. Men olaman, majburman endi. Voy, ocholmayman. Xarab qatdan ochiladi. Partiya Ololmasin bosh. Yo'q. Ha, unaqami? Ну нахер. Отец. Nima bu? Qo'rqib ketaman bunaqa narsalar olgandan keyin. Tarkibini ko'ramiz birinchi. Losos. Cho'chqa? Losos cho'chqami? Ну нахер. Ну нахер. Ну нахер. И давайте все вместе. Jezadan sepilgan ekan. Stop it. Get some help. Men narsalarga lekin hayron qolaman. Nima bular? Oramizda milliarderlar bo'lsa, olganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Nima men narsalar? Knopkachining ovoz chiqadiganlari. Uyga borsam portlab ketmaydimi? Endi qimmat ovqat bo'lganligi uchun qimmat tuz solish kerak. Morskoy sahr. Sahr. И давайте все вместе. Morskoy so'l bor edi shu yerda. Yo'q dedi, shunday to'g'rimi? Men holi aytgan. Yo'q. Bu yerda yo'q ekan, bo'ldi, oddiy tuz olar ekanmiz. Mana nima bu? Mana go'shtmi o'zi? Nimaligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nima olamiz yana? Nima bor? Suv oling. Suv kerakmi? Yo'q. Dovcha bor-ku bizda. Ichib bo'ldik-ku. Ha. Yana ichamiz. Qancha bo'lsa ketaveradi-yu dovcha. Albatta. Yurtimiz O'zbekistonda itiklar yoqmaydimi bo'lmasam sizga? Yoqadi. Yoqadi, hammaga yoqadi chunki. Muruch puruchni olmaysizmi? Ha, ana. Muruch. Puruch olishimiz kerak. Mashina. Paprika ozgina. Mana zira bor misol uchun. Misol uchun. Bu nima oldim hozir? Zira. Pishivoy bu anaqami? Muruch kerak endi. Ha, pishivoy bu kiyim yuvadigan makro qo'shmasaga. Muruch bor dedingiz-ku, ha. Shu yerda jigarim, shu yerda. O'zbekchasi muruch nima bo'ladi? Muruch o'zbekchasi, ruschasi. Nima olib berasiz, Bobur? Boyman-ku. Chunki mana siz подписчикingizman-ku. Подписчиklarim like bosib qo'yinglar. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Bo'ldi menimcha faqat shu Kitti go'sht qolib ketdi. kitti go'shti qoldi. Kitti go'sht qoldi. Kitti go'shtini olamizmi? Ketdimi kitti go'shtini olishga? Kitti go'shtini olishga. Ketdi. Men bilan narxini kстати bir olasizlar. $100 ming dollarlik. $100,000mi? 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임 스타트.
kerak narsalar olib bo'ldi. Ana endi eng kerakligi, ya'ni kitni go'shtini olishimiz kerak. Buning uchun hozir biz bitta restoran bilan bog'lanamiz va ular bizga kitni go'shtini sotishadi. Let's go. Narxini lekin bilib olasizlar. Men o'zim ham bilmayman narx. Shunaqa qilib biz boyayotgan restoranimizga aloqaga chiqdik va ulardan o'sha kitni go'shtini narxlari haqida ma'lumotni so'rab yozib oldik. Biz Bobur bilan shu restoranning javobini intiqlik bilan kutayotgan edik va kitni go'shtini olishga 100% tayyor bo'lib turgan edik, lekin ularning javoblari bizani shokka tushirib qo'ydi. Bizga narxini yozishda oz ko'ramiz. Nech pul? 1.900.000 gram, 3.600.000. Biz o'zaro kelishib kitni go'shtini olmaydigan bo'ldik va buni o'ziga yarasha katta sabablari bor edi va buni hamma sabablarini men o'zim Telegram kanalimda aytib beraman. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas biz bitta narsani hal qildik. Kitni go'shtini solmaymiz, o'rniga tunets baliq, u ham arzon turmaydi, qimmat turadi, o'shani solamiz. Biz tunets yoki lasoti go'shtini olish uchun Mirobod bozoriga keldik. Bizga kerak bo'ladigan narsalar shu yerda bor ekan. Ketdi birga olamiz. Biz go'sht tanlashga shu do'konga keldik va bu yerda ham bizani bitta muammo kutib turgan ekan. Hozir nima haqidaligini bilib olasizlar. Xullas biz go'sht tanlayotgan paytimizda bir opa biz videoga olganimizni ko'rib qoldilar. Ular bu yerda sotuvchi bo'lib ishlar ekanlar va bizani ular aktivist uzakaga o'xshab suruglarni tekshirib yuribdi deb o'ylabdilar. Va u sal qoldi do'kondan haydab yuborishlariga. Yaxshi xo'jayin kelib bizani yaxshi tushundilar va yaxshi kuzatib yubordilar. Aytgancha bizga tunets go'shtini o'rniga lasos go'shtini maslahat berishdi. U ham qimmatroq ekan va mazasi ham shirin chiqar ekan. Shuna qilib qiziqarli voqealar bilan to'la bo'lib, hamma narsani sotib olib uyga ketdik va u yerda o'zimizning eng qimmat oltinni tayyorlashni boshlaymiz. Va nihoyat uyga yetib kelib oldim. Hali endi dunyodagi eng qimmat oltinni tayyorlashni boshlayman. Mana olib kelgan narsalarimiz, mana ikra даже go'sht o'zidan qimmat turadi. Birinchi bo'lib ishni lasos go'shtini qo'rib olishdan boshlaymiz. Ozgina qo'rib olishimiz kerak ekan, mazasi zo'r chiqishi uchun. Va men lasos go'shtini xuddi ChatGPT aytganidek qo'rishni boshladim va bu tezgina qo'rilib pishdi. Go'sht qo'rib bo'lgandan keyin ketidan pomidorni ham tovaga soldim. Pomidor o'zi go'shtga juda bir noodatiy maza beradi-da. Pomidorimiz qo'rilib bo'lguncha biz mana bu legendarniy idishimizda lapshamizni pripravalarsiz pishirib olamiz. Suvda qaynayotgan lapshalarimiz deyarli tayyor bo'ldi. Ana endi uni mana bu pomidorlar bilan aralashtirib yoramiz. Xo'sh, ko'rganinglar deb bularni yaxshilab aralashtirib oldik. Ana endi bularni ustiga lasos go'shtimizni qo'yib ustidan sir sepib ozgina gazga ozgina qo'yib qo'yamiz. Eng qimmat oltinimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yeymiz. Oxir yeymiz. Ana endi dunyodagi eng qimmat oltinimizga chiroy berish vaqti keldi. Mana bu jigarimni sotib, lasos ikrasini olganimman. Mana shuni ustiga qo'yamiz endi. Like bosmasanglar bo'lmaydi endi. Bu chiroy uchun tildan qoldim lekin. Mana bundoq tashlab, bundoq qo'yib qo'yilsa, mana mazam bo'lmayapti. O'shaning uchun o'zimga kelib olish uchun yurtim O'zbekistondan yangi choy, mochi cheli choy ekan, O'zbegim ice tea'si, shuni ichib o'zimga kelib olmasam bo'lmaydi. Buni ham mazasi zo'rda, bilmadim endi nima qilish kerak bu hayotda. Hamma narsa shirin bo'lib ketyapti. Endi yeymiz buni. Boshqa hech narsaga yaramaydi. Endi qarab o'tirgim kelmayapti, chunki qarab o'tirsam umrim oxirigacha qarab o'tirishimga to'g'ri keladi. Слишком shirin chiqibdi lekin. Mana uni ham qo'shamiz. Wow. What? O'xshaydi. Gucci flip flops, fucking hit your bitch in my socks. This a big watch, diamonds dripping.
Mazasi rosta kesimiga shirin chiqibdi. Ayniqsa losos ikrasi bor-u, shunaqa maza berib qo'ygan. Unaqa mazani menimcha hech qayerda mahal yeb ko'rmagan edim. Sizlar albatta qilib ko'ringlar va deyman. Lekin super mega milliarder bo'lsanglar qilib ko'rishinglar mumkin. Yoki bloger bo'lishinglar kerak. Xullas, videomiz tugadi. Men yeb qo'yishim kerak buni oxirigacha. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda nimani pishirib ko'rishimni pastga yozib qoldiringlar.